birovdan arz, hamma o'zini bilsin. Assalomu alaykum aziz do'stlar, YouTube kuzatuvchilari. Mana shu videoni davomini qo'yyapmiz. 3 xona uyda ataplinasini qo'yamiz dedik. Ikki xonasini qo'ydik, bir xonasi qolgan edi. Ikkita cho'yinli batareya qo'yayotgandik. Mana hozir padachasini ulayotimiz. Batareyasini qotirdik. Mana tepadan qotirib bo'ldik. Pastdan ham amerikanka qo'yib, mana bunaqa amerikanka qo'yib ketishyapti hozir. Erta kelajakda misol uyda remont qilib, aboy qilib, agar remont qilaman desa, yechib olib qo'yish juda oson bo'ladi. Mana eshik tagini konstruksiya qilib, mana bunaqa o'tkarib, to'qinamashlik uchun mana shunaqa qilib o'tkarib ulab qo'ydik. Mana ko'chadagi katyolda ham o'rnatib qo'ydik. Trubasini chiqarib tomdan. Katyolda o'zi kichkina ixcham katyolcha. Zo'r issiq qiladi o'rtoqlar. Hozir mana shunaqa zamonaviy katyollar chiqyapti, kichkinagina. Kamroq suv ketadi, lekin tez yaxshi isitadi. Mana bu darvozaxonani ham trubasini mana betonni kovlab o'tkardik, ustidan qum sepib, keyin stяжка qilib yopiladi. Xullas, tepa qismini ham devordan mana bunaqa qilib qoziq padachasini o'tkardik. Mana katyolimiz bitdi. Tepasidan bu demaxotni chiqardik. Gazlarni ulab, xudo xolasa yoqamiz. Hammasi zakon qizdiradi, hammasi zo'r joyida. Hech qanday kamchilik yo'q. Mana obratkalari, padachalari ulandi. Hammasi joyida zo'r. Rashitinini ham qo'ydik. Hozir ko'rsataman ichkarini yana. Buni yoqib, keyin ispitaniya qildik oxiriga. Hammasi joyida, qizidi. Zo'r isitdi uylarni. Mana shunaqa mabodo agar xizmatlar bo'lsa, bemalol Telegram kanalimizga yozishlaringiz mumkin. Bu videoni maxsus YouTube kanaliga, zokir.uz kanaliga tayyorladik. YouTube'ga bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Mana bunaqa qo'yiladi amerikanka. Yechib olib, uyda remont qilamansiz yoki kraska qilamansiz, qaytib o'zingiz yana qilich bilan qotirib qo'yishingiz mumkin. Mana mehmonxonani ikkita batareyasini mana shunaqa amerikanka ulab qotirib qo'ydik. Xohlagan vaqtingiz yana yechib o'zingiz xohlasangiz yuvasiz, ichini xohlasangiz kraska qilasiz yoki uyda remont qilaman desangiz, yechib olib bemalol yana o'zingiz qayta o'rnatishingiz mumkin. O'rnashtirib, yana yoqib ishlataverasiz. Mana shunaqa ustalarning xizmati mabodo bo'lsa agar, mana bu uylarni kecha video qilib ko'rsatuvdik. Davomini shu bir xona katta mehmonxona qoluvdi. O'shani video qilib davomini sizlarga ko'rsatib berdik. Mana katyol tashqarida turibdi. Shundan 3 ta xonaga boradi. Chap tomonga, bu tomonga 2 ta xona. Mana hozir ikkinchi xonani ham ko'rsataman sizlarga. Bu videoni oldinroq qo'yib berdim. Bu xonalar o'zi 1-2 kun oldin tayyor bo'ldi. Mana shunaqa batareyalar qo'yilgan, registrlarni olib tashladikda. Mana chubinli batareyalar qo'ydik. Bu qishda zo'r isitadi. Bir qizigandan keyin tezlikka sovimaydi. Sizlarga mana shunaqa batareyalarni qo'yishni maslahat beramiz. Xizmatlar